Salom hammaga, sizlar bilan ochiq gapiramiz ko'rsatuvi. Bugungi mehmonimiz Oyiminis. Salom hammaga, men Oyiminis Usman va sizlarga bugun intervyu bergani keldim. Birinchi savol shunday iboratki, YouTube kanalingizni qachon boshlagansiz? 2024-yil 14-noyabrda YouTube'da o'zimning faoliyatimni boshlaganman. Siz yoqtirib kuzatadigan YouTuberlar. Men yoqtirib kuzatadigan blogerlar ko'p emas, sanoqli, ya'ni ular mening yaqinim. Masalan, Xonju, Zenibiz, Shahijon, Korean Girl, Joha. Ular mening yaqinim. Shuning uchun ularni kuzataman. YouTube'da eng yaqin do'koningiz bormi va u kim? YouTube'dagi eng yaqinim bu Xonju. Men o'ylab o'tirmasdan aytaman. Bizda oramizda nimadir rol o'ynamaydi, do'stlikni ushlab turish uchun, yaqinlikni ushlab turish uchun. Masalan, mashhurlik yo podpischik kim rol o'ynamaydi. Даже meni 700 ta podpischigim borligidan beri yaqinmiz biz Xonju bilan. Fandomlaringizni nomini qayerdan o'ylab topgansiz? Men fandomimning nomini ismim va Moon oydan kelib chiqib ekanman. Ya'ni Moonnas deganda oy esga tushishi kerak. Moonnas. Va oxirgi savolimiz shundayki, jurnalistikaga qiziqasizmi? Aytsam, men jurnalistikaga qiziqaman, lekin ovozim o'zimga yoqmagani uchun bu kasb menga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Qarang, shundan men ham boshida shunaqa gap